aka yili nechida buni? 89 mi? 89-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes. Turishlari. Narxi ham yengil. Yangi 12,5 mingga. Balonlari Sakariskada. Kelinglar. 300 million so'mga dovri naqd shaklida beriladi. 300 million so'mga dovri naqd. Salon holatlari mana ko'rsatib o'tamiz. Chexol poliklarigacha bor. Bular legenda mashinada bir vaqtlar. Bitta pasportga tegishli bo'lish kerak. Bu faqat vodiy tashkilot mikromolia tashkilot, boshliq Murodjon. Hafta pasport o'yinida joylashgan. Kelinglar, mana xodimlari kelgan. Radiosimiz oldida. Arendaga maqsad kerak. Arendaga maqsad mashina bo'lsa olamiz akalar, arendaga. Menatga ukamiz bor, oldinda zalogi bor. Arendaga maqsad kerak. Menatga ukamiz bor, oldinda zalogi bor. Lyuki bor ekan tepada. Mexanika ekan bu. Akalar bitta savol dedim sizlarga. Hozir narxini ko'rsatib o'taman. Narxini ko'rsatmasdan oldin necha pul narx berasizlar mana shu mashinchaga? Bitta o'ylab olamiz, keyin narxini aytib o'taman. 89-yil. Rosa havas qilgan bo'lsa kerak ko'pchilik. Biz ham havas qilganmiz. Endi hozir narxini ko'rsatib o'taman akalar. O'ylab ollaringmi narxlarini qancha, taxminan necha pulligini? Endi xayolda. Endi mana narxi. 1989-yil asfalt bo'lgan ekan, $6000 kami bor. Metan plus propan. Naqdga 93lik 440 22-23 ekan nomerlar. Kim o'ylaganda Mercedeslarning $6000 kami bor deb. Endi kami tushib beradi aka, qanchadir. Nomerini aytib o'tdim-a? Akalar, mana yana bitta legenda mashinalardan bittasi. 07 qop-qorasidan. Hozir ko'rsatib o'taman. Sakadiskga qo'yilgan. 2009-yillik asfaltmi bu? beriladi. Ichki holatlar, chexol poliklari bor. Mana oldi tomonlari. Salonlar, barlar qo'yilgan. Rezinga tashlangan, yaxshi chexol, tepalari alkantara qilingan. Mana video registratorlar qo'yilgan ekan. O'tlarni ham chiroyli qilib qo'ygan, xuddi tabloga o'xshab turadi old tomonlari ham. Magnitofon bor, chiroyli aytib turadi. Madaniyat beraveramiz. Bu gaz aka? 2013 Spark off arendaga beriladi. Kerak qilmaslik sharti bilan zalogi $250. Orqalarini qaraymiz endi. Kelinglar, menaman deganlar kelinglar. Motorni ham ko'rsatib. Mana yangi gaz balonni qarang. Nechtalik gaz balon? 2009-yil damas bor ekan. 73 kolonka, gaz baloni yangi va ichini qarang. Menaman deganlar kelinglar. Kelgan radio yozildi. Zapaska mana bitta ekan, yopiqda. Oldindan bitta ko'rsatay, yomon chiroyliga o'xshaydi-ku. Mana oldi motor holatlari ham. Hozir endi narxini aytib o'tamiz ko'rsatib buni. Hatto berkalari ham turibdi. Mana bunaqangi lupkalar bilan zashtig ham qilingan, qanaqa deb. Tekshamiz bor ekan 2009-yil. Qillaydimi? Tekshamiz bor ekan, oldinda $1,500 puli bor ekan. Endi bu narxini hozir ko'rsatib o'taman. Mashina o'zimizda ro'parasida turibdi. Ko'ringlar. Tespero bor ekan, $1,500 puli borga berib yuboramiz deyapti. Mashina bozordan qarisida. Endi mana narxi. Pulti ham bor ekan buni, ha? Sotiladi ekan. Narxi $5500 debdi. Kraska polni 2011-yil, gazi bor. 5,5 ming kam bor debdi. 91lik 609 85 69 deb turibmiz, kami bor. Mana shu mashina. Yurishlari, hadoylari, motorlari chiroylimi aka? Hadoy motor. Qancha beryapsiz bo'lganini aka? Aytib qo'ying narxini, videoga tashib qo'yamiz. 5000 ga qo'shsa beramiz. 5000 ga qo'shsa. 5000 o'zgacha. Tonirovkalar qilingan ekan orqalar. Qop-qora qilib. 5000 ga qo'shsa beramiz deb 5,5 ming yozib qo'ygan. Arendaga beramiz, kelinglar.
Endi qiziqadiganlar bor, endi bu bilaman kimlardir qimmat bu narxga unday deyishi mumkin. Lekin bunda egalari bor-da bu. 07 ning egasi bor o'zi. U uyda mashinasi turadi, Cobalt Gentrasi, qo'shimchasiga buni qo'yib qo'yadiganlari bor. Iminni minadiganlar bor. Mana yana bitta legenda 07. 7% tushib berilyapti. Bu faqat Hamroqda. Hamroqimiz bor, Andijon viloyati Qo'rg'ontepada. Balon holatlari. Mo'ljalik bozorda operatsiya ochildi, yangi ochilgan bank. 300 million so'mga dovri naqd shaklida beriladi. oldi holatlari. Ish haqi, kafillik asosida 15 million so'm beriladi. Kelinglar, akalar mana. Xodimlar kelgan radio. Orqasi qanaqa ega bitta oching, orqasi chiroyli bo'lsa. Qulay hamda oson. Orqada to'xtang bitta ko'rsatib oling. Orqa tomonlar. Oching. Andijon shahar. Ochilmayapti. O'zbekiston. Nech bo'lyapsiz? 3700 yili. 2012 yili 2012 3700 debdi. Telefon nomeringizni ayting aka. 88lik 258 9500 3700 dollar debsiz aka. Shu berganingiz qanchaga beryapsiz? 3600. Motor hadovoy cho'tka. Mana shu mashinani turishi. Telefon nomerini aytib o'tdik. Akalar kimga olsa telefon qilishi mumkin. Shu 07 ni uyga qo'yib qo'yaman deydi-ku bittasidan. Shunaqalari. Pulimiz bor, bitta uyda turib tursin. Uyda chiroyga chiroy qo'shib turadi deydiganlar bo'lsa telefon qilsin. Tartimayapsiz aka? 96 deydi yilini. Mana bu Mercedesdan 210 dedi. Mercedes 210 mana turishlari. Legenda mashinchalardan. Mercedes 230 ekan, 210 debdi. Mana shu markasi. Orqa tomondan ko'rinishlari. Narxini so'rab o'tamiz. Diskalari ham o'zining diskasi adashmasam. Mersmini yurmaganmiz-ku, lekin shunaqada bo'ylayapmiz o'zimiz. Tag'in kulmas, Mersmini yurganlar, bu radnoy emas ukam deb. Old tomondan ko'rinishlari. 96-yil ekan, 210 ming yurgan dedimi? Adashmasam. Mana ichki holatlar. Frezerimiz bor ekan akalar, barozga chiqadigan apparat frezer. Ikkita bor ekan. Sotiladi. Tepalar alkantara ekan. Mexanika korobkami shunda? Mexanika. Bir oy ishlatib ham beraveradi, pulini tegib beraveradi. Barozga chiqadigan apparat frezer. Sotiladi. O'z narxini so'rab o'tamiz, qani? Battis so'ragan qani? Arenda battis so'ragan. 10 shillik telefon. Aka pulini necha pul dedingiz? 7000 ni ozgina tushib beramiz debdi. Metan gazlari bor. Metani bor, motori necha dedingiz? 111 motor. Mana shunaqa nimalarni Mercedesdan sotadi bitta aka kim edi? Toshkentlik bir. Internetda chiqadi-yu. O'sha narxini ko'rsam qimmat-qimmat ko'p, 10 mingdan tepasida ko'p. O'sha Mercedeslarni qarayman-da. Oti ham Sasha'midi o'zi ham ismi. 7 mingdan tushib berasiz. Metan gazi bor. Motor hadoylari yaxshi. Zo'r, ha? Telefon nomeringizni ayting aka. Nomeringizni aytib qo'ying. 50lik 222 0780. Tak, zapravka bilan qancha yuryapti aka mana shu? 230 Lasettida yuradi-da. 230-240 yuradi debdi bitta zapravka bilan mana shu Mercedes. Endi buni qiziquvchilar uchun endi ko'rsatib o'tyapmiz. Akalar biron bir xato kamchiliklar bo'lsa, gapirib tashamanglar endi. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tamiz. Lekin rosa qiziqqanmiz bu Mercedes, bu ko'rsatib o'tdik 07 larga. Bir vaqtda pulimiz bo'lmagan narsa olgani. Birontasi aka mindiring desa bir mindirib qo'ysa xursand bo'lib yurganmiz-ku. Endi hozir endi oladigan vaqt kelibdi. Narxi 7000. 7000. Shu beramiz debdi. Aka 7000 deb aytib tushib beramiz debdi. 1000 dollar tushib berar ekan. Bo'lgani 6000 dollarga beraman mana shu mashinani debdi. Kimga yoqsa telefon qilishlari mumkin. 50 nomeri bordi. Akani. 30 kilometr yotog'ini ta'mirlaydi. O'zbekiston mehmonxonasini Aka buni mingansiz-a, biz endi minmaganmiz.
Bilasizmi? Siz motorlarini bilasizmi demoqchiman. Xabaringiz yo'qmi?